O'zbekiston milliy terma jamoasi yordamchi murabbiy Temur Kapadze o'z faoliyatini yangi bosqishda davom ettirish istagini bildirgan holda, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariga lavozimini ozod etilishi to'g'risida murojaat qildi. Mutaxassislar boshqa taklif tushgani hamda u o'z murabbiy faoliyatini bosh murabbiy sifatida davom ettirish niyatida ekanligi bois, UEFA rahbari uning qarorini hurmat bilan qabul qildi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Temur Kapadze O'zbekiston futboli rivojiga qo'shgan hissasi uchun samimiy minnatdorlik bildirdi va uning murabbiy faoliyatida ulkan zafarlar tiladi. O'zbekiston U17 terma jamoasi Islombek Ismoilov boshchiligidagi jamoa navbatdagi uchrashuv 11-noyabr kuni Panamaga qarshi o'tkazadi. Mazkur uchrashuv Toshkent vaqti bilan 18:30 da bo'lib o'tadi. Ispair akademiyasi birinchi maydonda start oladi. Rustam Lutfiyev boshchiligidagi hakam brigadasi U17 Jahon chempionati 3-tur bahsida navbatdagi o'yiniga ishlaydi. Hakamlarimiz 11-noyabr kuni bo'lib o'tadigan Urugvay-Fransiya terma jamoasi o'rtasidagi bahsda faoliyat olib boradi. Bosh hakam Rustam Lutfiyev, yordamchi hakamlar Sanjar Shoirov, Akmal G'iyosov. Men uchun bu yerda har bir ko'rayotgan narsalar mo'jiza. Shunday narsaga erishishimda siz sababsiz. Rahmat. Stadiondagi har bir holatingizni doim kuzatib boraman. Siz qancha qiynasangiz, men 1000 barobar qiynalaman. Hatto televizorda ko'rib turaman. Rahmat sizga. Yosh ekansiz. Har doim ana shunday bo'lsin. Jamoangiz bilan sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan faxrlanamiz ana shunday narsa bilan. Har doim shunday g'olib bo'linglar. Biz shuni tilaymiz, albatta Xudodan tilab qolamiz. Sizlarning har bir minutlaringiz qadrlida endi. Hammasini. Rahmat, baraka toping. Ko'rganimdan xursandman. Ertadan